Kimsan? Menman Abdulhay Jahid. Nima bo'ldi Jahid? Afandim, Jahid Abdulhay bilan gaplashibdi. Suhbatni yozib oldik. Kimsan? Menman Abdulhay Jahid. Nima bo'ldi Jahid? Qasosini oldingmi? Uchrashishimiz kerak. Sen bilan gaplashadigan gapim bor. Endi gaplashadigan gapimiz yo'q deb o'ylayman. O'tgan kunlarimiz hurmati uchun Abdulhay. O'tgan kunlar Siz ularga keraksiz. Abdulhay o'tgan safargi operatsiyadan so'ng tushkunlikka tushib qoldi. Agar ular uchrashsa, ko'ngilsiz hodisa sodir bo'lishi mumkin. eshitaman Abdulhay. 1 soatdan so'ng Ag'vodagi uyga bor. Xo'p. Biroz avval Abdulhay Jahid bilan gaplashdi. 1 soatdan so'ng Ag'vodagi uyda uchrashishga kelishdi. Shuncha ayriliq yetar. Bir-birimizga yetadigan payt bo'ldi. Faqat Pusat ham u yerga boradi. Xohlasangiz ortga qaytishini aytay. Keragi yo'q, Timur. O'sha yerda qolaversin. Sizni ko'rib qolishi mumkin, afandim. Hech qisi yo'q. U ham birlashishimizga guvoh bo'lsin.